Oqtepa Boymurod hukmronligi davrida 13-asrda Qo'shrabot tumani Xorazmshohlar davlati tarkibida bo'lgan. 1219-yil Chingizxon boshchiligidagi Mo'g'ul vakillalari O'rta Osiyo hududiga bostirib kirgan. Ular shu yili Nurota shahrini ham egallaydi. Keyin mo'g'ullar ikki qismga bo'linib, bir qismi Samarqand tomonga yurish qiladi. Nur shahrini Samarqand bilan bog'lovchi yo'l Qo'shrabot hududi orqali o'tgan. Shu sababli Nurdan Samarqand tomon yo'lga chiqar ekan bir necha guruhlarga bo'linadi. Ular yo'l-yo'lakay ovul va qishloqlarni talab keta boshlagan. Bu davrda hozirgi Qo'shrabot tumani hududida joylashgan Oqtepa qo'rg'onida ham Xorazmshohning oz sonli qurollangan qo'shinlari joylashgan bo'ladi. Mo'g'ullar bostirib kelayotganligi haqidagi xabarni bu yerga ham yetib keladi. Shunda harbiylar mahalliy aholi bilan birga himoyaga tayyorlanadi. Asosiy kuchlar Oqtepaning hozirgi Sossiq degan joyiga to'planadi. Bunda Buloqsoy mudofaa vazifasini bajaradi. Bu yerga avval boshqa mo'g'ullarning oz sonli qo'shinlari yetib keladi, lekin ular bu yerda harbiylar borligini bilmas edi. Bu jangda himoyachilar g'alaba qozonadi. Ammo ularning quvonchi uzoqqa cho'zilmaydi. Tezda har tomondan mo'g'ul galalari yopirilib keladi. Tengsiz jangda himoyachilar mag'lubiyatga uchraydi. Bundan g'azablangan mo'g'ullar butun tirik jonni qirib tashlaydi. Keyin Oqtepa qo'rg'oniga hujum qilib, u yerlarni vayron qiladi. Bu yerda jasadlarni yig'ishtirib oladigan odam qolmaydi. Murdalar uzoq vaqt sosib yotadi. Shu sababli bu yerni Sassiqsoy deb ataladi. Oqtepada deyarli tub aholi qolmaydi. Shunday qilib mo'g'ullar tumanimiz hududida yashagan xalqlar boshiga solgan qora kunlar odamlar xotirasida uzoq vaqt saqlanib qolgan. Mo'g'ullar hukmronligi davrida Qo'shrabot tumanida ham Chig'atoy ulusiga qaragan. Bu davrda mo'g'ullar bilan birga kirib kelgan Jaloyir qavmidagilar Oqtepa tog' etagida chorvachilik bilan shug'ullanishgan. Shu sababli bu joylar hozirda ham Jaloyir Adir deb ataladi. 14-asrda hozirgi Qo'shrabot tumanida Jaloyirdan bo'lgan Boymurod hukmronligi o'rnatiladi. U Oqtepa qo'rg'onini o'zining qarorgohiga aylantiradi. Shunday qilib Jaloyirning bir qismi ham Oqtepa qo'rg'oni hududiga kelib o'rnashadi. Faqatgina hozirgi Qo'shrabot tumani hududlari emas, balki Qoratog' tizmalaridan Forishgacha bo'lgan yerlarni Boymurod qo'l ostida bo'lgan. Boymurod Oqtepa qo'rg'onini tiklash maqsadida turli joylardan odamlarni ko'chirib keladi. Jumladan, hozirgi Oqtepa hududida yashayotgan Abaytush urug'idagilar Forishdan, Ibborboy urug'idagilar Zarbanddan, G'oz oyoqli Jo'shdan, Suti Ko'kalladan, Beg'omto'p Jilonlidan, Qorabdol Garashadan keltirilgan. Shunday qilib qo'rg'on robotlari, suv inshootlari tiklanadi va yangi yerlar o'zlashtiriladi. Og'ir va mashaqqatli mehnat xalqni joniga tegadi. Ular Boymurodni yo'q qilish payiga tushadi. Bir kuni u chorvani ko'rib kelish maqsadida Oqsoy etaklariga kelayotganida bir adirda odamlar uni toshbo'ron qilib o'ldirishadi. Bu joy Suti qishlog'ida bo'lib, hozirda ham Boymurod o'ldi nomi bilan ataladi. Boymurod o'lgandan so'ng Jaloyirlar Oqtepa qo'rg'onini tark etadi. Lekin tosh lavhalarda bitilgan bundan 600 yil ilgari Jaloyirliklarning qabri hozirda ham Oqtepa qo'rg'onida saqlanib qolgan. Shu tariqa Qo'shrabot tumanida Boymurod hukmronligi barham topiladi. Lekin turli joylardan keltirilgan odamlar Oqtepa hududiga o'rnashib qoladi.